Şinjangdaki en güzel 7 taş yol. Birinci, Kucha Maytaq taş yolu. Manzarası naiti güzel hem heyvetlik bulup, bu yolda mağsanız bir günde 4 faslının hemmisini köreleysiz. Kuchadan başlanıp Maytaqda ahırlaşıdı. Umumi uzunluğu 560 km. İkinci, İli Mongolköre taş yolu. Yol boyu yayla, qarlıq çoqlarını görüp mağsız. G'oljidan başlanıp Mongolköre nayisi ahırlaşıdı. Umumi uzunluğu 180 km. Üçüncü, Taşqo'rg'on Yakan qadimiy yo'li. Taşqo'rg'ondan boshlanib Yakanda oxirlashadi. Umumiy uzunligi 300 km. To'rtinchi, Jungo Pokiston do'stlik tash yo'li, ya'ni Qaraqurum tash yo'li. Pamir egizligini kesib o'tadi. Manzarasi hayvatlik va kishini hayron qoldirdi. Boshlanish nuqtasi Jungo Qashqardan boshlanib, Pokistonning Tagotda oxirlashadi. Jungo chegarasi ichidagi uzunligi taxminan 416 km. 5. Panlong qadimiy yo'li. O'zgacha agmi shakli va atrofdagi manzaralar bilan tanliq. Taşqo'rg'on nahiyasida. Umumiy uzunligi 30 km dan oshadi. 6. Taxlimakan Tarim qumliq tash yo'li. Bepoyon qumliqda so'zilib, o'zgacha tusga kirgan. Bugur nahiyasidan boshlanib, Niya nahiyasida oxirlashadi. Umumiy uzunligi taxminan 522 km keldi. 7. S101 numurluq taş yol. Ürümçidən başlanıb Maytaqda oyoqlashadi. Umumiy uzunluğu 308 km. Siz qaysilarda mengib beqibsiz, yana qaysilarda mang'ingizda inkas rayonida qoldirib qo'ying.